Assalomu alaykum. YouTube'dagi Notiq Uz kanalimizning muxlislari. Nutq, notiqlik, ritorika, voizlik, oratorskiy iskustvo, krasnorечие qaysi tilda qanday jaranglamasin, eng muhim jihati muayyan mavzuni yetkaza olish qobiliyati bilan bevosita chambarchas bog'liq ekanligini siz yaxshi bilasiz. Mana Toshkent delegatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislik instituti Milliy tadqiqot universitetining ekologiya va huquq fakulteti, yurisprudensiya hamda filologiya bo'limi talabalaridan bir qismi o'tiribdi bu yerda. Mana speakerlik sillari ham, notiqlik mahorati ham. Va buni elektron shaklini ham sizga tashlab beraman. Xo'p, endi kimda qanday savol bor? Menda bor. Marhamat. Ustoz, nima uchun ayrim notiqlar auditoriyada ko'proq ta'sir qoldiradi, boshqalari esa kamroq? Bu notiqlikni sir asrorini bilgan va amal qilgan va uni tilsimlariga, qoidalarga rioya qilganlargina ta'sir qaldira oladi, ta'sirot uyg'otadi. Aks holda shunday keldi, shunday ketdi. Aytilgan gap bu quloqdan kirib, bu quloqdan chiqib ketdi emas. Yurakdan chiqqan so'z yurakka boradi. Yurakka joylashgan so'zda hikmat ko'p. Til uchidan gapirilsa shunday bo'ladi. Dil tubidan bo'lsa, bu yurakdan yurakka degan. Til uchidan aytilgan so'zning mohiyati yo'q. Dil tubidan aytilgan so'z ta'sirchan bo'ladi. Ana shuning uchun birinchidan ta'sirchanlikni ta'minlash uchun qoidalari bor. Mana men gapirgan paytda ba'zan sekin, ba'zan ohangli, ba'zan yumor, ba'zan jiddiy almashib turish kerak. Men yo'lda ketayotgan paytimda, mashina boshqargan paytimda bir xil tezlikda haydamayman mashinani. Ya birdaniga shu 4-harakat tezlikka urib oxirigacha shunday yuramizmi? Unday yurilmaydi. Demak, bir unday bir. Chunki yo'l qoidasi bor, harakat belgilari bor, ogohlantiruvchi, taqiqlovchi belgilari bor. Ana shularga amal qilib haydayman. Xuddi shunga o'xshab, nutqda ham ta'sirchanlikni ifodalash uchun ana shu tomoniga e'tibor qilish kerak. Agar e'tibor qilmasdan maqsadni ro'yobga chiqaraman desa, o'z-o'zidan ta'sirchanlik yo'qoladi. Hissiz kalom, tuzsiz taom. Bu mening yaqinda mana Toshkent haqiqati gazetasida bizni muharrir G'ayrat Sheraliyev meni shogirdim. Shuni bosh muharriri, jurnalistikada o'qitganman. Shuni beribdi gazetasida. Hissiz kalom, tuzsiz taom degani va tagida bir qancha hikmatlar yozilgan. Odamni tabi so'z bilan, suvning ta'mi muz bilan, taomning ta'mi tuz bilan. Siz har kuni sumalak holvaytar halim yemaysiz. Yeya olmaysiz. Taomni ta'mini nima belgilaydi? Tuz belgilaydi. Nutqning me'yorida ham uni tuzlari bor. Ana shu tuzni bilish kerak. Ba'zilar hali ta'm bilmaydiganlarga buni ahamiyati yo'q. Tuzni sho'r bo'ldimi, boshqa bo'ldimi uni bilishmaydi. Lekin taomni ta'mini bil. Shunday ekan, nutqning ta'sirchanligi shu. Dale Carnegie'ning bir gapi bor. Qalb harorati bilan sug'orilmagan ehtirosiz nutq hech nima, notiq esa hech kimdir. Ko'rdingizmi? Qalb harorati bilan deyapti. Qalb harorati bilan. Aytayotgan so'zingizni shunchaga aytmang. Uni siz o'zingizni qalb prizmangizdan o'tkazib ayting deyapti. Mana shuni aytayapti bu yerda. Shuning uchun ham juda ko'p mana biz ko'rib kuzatganlarimiz O'zbekistonda 71,3% ijtimoiy so'rovnoma o'tkazilgan talaba o'quvchilardan. O'qituvchilar haqida. Ular o'qituvchimiz zo'r, bilimi bor, kitobi ham bor, lekin diqqatni jalb eta olmaydi va ta'sirchan so'zlay olmaydi. Bizni qiziqtirmaydi, ergashtira olmaydi dedi. Pedagog nima degani? Bola yetaklovchi degani asli. Hozir pedagog endi bola ergashtiruvchi degani. Endi demak, o'qituvchilarning o'zida pedagog mahorat bo'lish kerak. Buni kommunikativ kompetentlik deydi. Mana bu kitobning nomi nima? Qarang, o'qituvchilar uchun belgilangan. Ko'rsatib olinglar.
kommunikativ pedagogik mahorat va kommunikativ kompetentlik. Kommunikativ kompetentlikning ichida lingvistik kompetensiya bor. Lingvistika bu til degani. Demak, tildan foydalana olish mahorati. O'qituvchilar mana shunga amal qilish kerak. Agar bunga amal qilmasa, hech qanday nutqda va ta'sirchanlikka ham erisha olmaydi, maqsad ro'yobga chiqmaydi. Shuning uchun birinchi navbatda ta'sirchan nutq egasi bo'lish uchun o'sha mavzuni yaxshi ishlash kerak va bunda nimalarni aytish kerak deb o'sha mahsul faktlarni, dalillarni, boshqacha aytganda masalliqni yaxshilab ko'rish kerak. Keyin masalliqqa qarab taom qilinadi. So'zlarga qarab, faktga qarab kalom qilinadi. Gaplashiladi. Xo'p. Yana qanday savollar? Ustoz, notiqlik san'atini o'rganayotganlar uchun maslahat beradigan eng samarali metodikangiz qaysi? Texnikangiz? Samarali metodika degan paytda o'z vaqtida berilgan topshiriqni o'z vaqtida bekamu ko'z bajarish kerak. Nazariy ma'lumot va amaliy mashg'ulot bor. Nazariy ma'lumot bilan amaliy mashg'ulot ishqi pecha guldek chirmashib ketmasa, maqsad ro'yobga chiqmaydi. Mana ta'lim tizimida 4 + 2, 5 + 1 bor. Amaliyot. Nima uchun qilindi bu? Amaliyot bo'lsin. Chunki nazariyatda o'qigan narsasini ba'zan 4 yil o'qib, 5 yil o'qigan bir paytlari amaliyotga borgan paytda 2 haftada o'rgangan. Ha, bu o'qigan nazariya qanchadan qancha vaqt ketdi bunga. Shunaqa holatlar bo'lgan. Ana shuning uchun biz nimaga e'tibor qilishimiz kerak? Birinchi navbatda ana shu usullar, metodlar foydalanganda amaliy mashg'ulotni yetkazish yo'llari. Buning uchun mashqlar bor, amaliy mashg'ulotlar. Menda nihoyatda ko'p. Ana shularni bajarish kerak. Bu metod, usul tajriba beradi. O'zi bajarish kerak. Buning uchun Konfutsiyning bir fikrini eshitish kerak. Konfutsiy qayerdan? Xitoy faylasufi. Eshitsam yoddan chiqazaman. Ko'rsam yodda saqlayman. Bajarsam tushunaman. Eshitish, ko'rishdan ham uni amaliyotda o'zi bajarsin. Ana unda shuning uchun notiqlik uchun ham eng yaxshi samarador metod o'zi bajarsin. O'zingiz bajarasiz. Mana sizlarga universitetimizda 90 yoshligi munosabati bilan tayyorlangan she'r matni va qo'shiqni tashladim. Siz diqqat bilan eshitasiz va shu she'rni har bir so'zidan kelib chiqqan holda so'zingizni aytasiz. So'z so'z muvofiqligi, bu yerda qo'llanilgan usul shular haqida. Bu demak, siz qaysi darajada buni bajarasiz. Bu bajargandan samarali bo'lsin. Chunki har qanday harakatimizda sifat, samara, natija bo'lmasa mohiyat yo'q. Chunki prezident nimani talab etadi? Sifat, samara, natija. Qaysi soha vakillari bilan uchrashsa, albatta shuni talab etadi. Quruq qog'ozda muncha odam qatnashdi, muncha ish amalga oshirildi deb raqamlarni ko'rsatishning qizig'i yo'q. Bu hammasi sifat, samara, natijaga siz bergan savol. Samarali metodlardan foydalanish kerak. O'zi eshitib, o'zi bajarsin. Xo'p. Demak, navbatdagi savolga o'tishdan oldin umumiy bir yakun. Har birimiz ko'rgan, bilgan, eshitgan, guvoh bo'lgan narsa, hodisa haqida fikrni emin erkin aytib berishni o'rganishimiz kerak. Ham yozma nutq bilan, ham og'zaki nutq bilan. Talabalar turar joyida sumalak sayli do'stlik tufayli o'tkazildi. Shu haqda biron narsa yozdingizmi? Yozmadingiz. Gapirdingizmi? Gapirib bera olasizmi? Mana qanday bo'ldi? Shuni ko'rgan paytda bizda ta'sirot uyg'otadigandek bo'lish kerak. Ana shu tomoniga e'tibor qiling. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Azizlarim,